O'shuncha обязательный do'stlar, kranni qo'yib ketganlar. Pozdno, keyin pozdno do'stlar. Pozdno bo'ladi. Mana bu holatni qarag'lar do'stlar, Bu holatni qarag'lar. Bu Santeniyda aybida uydagisi Rashod tog'lar do'stlar. Bu holatni qarag'lar. O'ldi, hamma yo'q o'ldi-yu, polostar ham o'ldi. Polostar ham o'ldi. Mana kranni qo'yish kerak edi. Pozdno bo'ldi. Qanday qiladi endi? Yopganingning foydasi yo'q, yopganingning foydasi yo'q. O'shuncha Rashod tog'lar bo'ldi. O pastdagilarga o'tsa remontlarni ponni qilib beradi do'stlar. Adashmagilar do'stlar. O qarag'lar, polos o'lsa o'lsin, o pastdagi etajga tushsa dot deydi. Assalomu alaykum do'stlar. Qandaysizlar? Yaxshilarmi? Men salomatlar yaxshi. Do'stlar, dom remont qildirayotganlar, adashmagilar, Santeni kelsa, kranni qo'ydirgilar do'stlar. Manday holatga kelib qolsanglar, keyin pozdno bo'ladi do'stlar. O'shuning uchun обязательно nima qildirgilar? Qo'ydirgilar. Kranni qo'ydirgilar do'stlar. Bo'ptirmi do'stlar? Adashmagilar. Mana hozir pozdnoda уже pozdno. Mashin uchun adashmagilar. Rashotda og'la do'stlar. Usta ketgandan keyin telefon qilsangiz ham kelaydi do'stlar. U keyincha уже mo pastdagi uyni o'ltirasizlar. Pastdagi o'ladi. Undan keyin u toshib, u nariga o'ladi. Remontga tushasizlar xolos, remontga tushasizlar. Pastning yerdagilarni qator, agar 6-etajda yo 8-etajda bo'lsanglar, o pastga doğru o'chirguncha pozdno bo'ladi do'stlar. O'chirguncha. O'shunda mashinada holat bo'lsa, sirrazu uzgilari nimaga turba tiqib qo'yinglar. Yog'och qoqib qo'yinglar. Bo'lsa bit yog'och topguncha ham qiylanasizlar do'stlar. Iloji bo'lsa bitamda kartishkani olib kelib shart tiqib tashaglar do'stlar. Mashinada holat bo'lsa. Kartishkani olib kelib shart tiqib tashaglar shu turbaga. Usta kelguncha. Kartishkani tiqqandan keyin lattada urib tashaglar do'stlar. Ilojini boricha o'chirgilari epladi.